Hammaga salom do'stlar. Men yana o'sha netbek va bundan bizning yangi videorolikimizga xush kelibsizlar. Valloh bundan bugungi videorolikimizda Noob Pro Hacker o'zligini qamoqxonaligisini qurishdi va men bu qamoqxonadan qochishim kerak. Dagani Pro Hacker va Noob. Tak. Video boshlanishdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kanalimga o'tib videoni boshladik. Ta'kidga obuna bo'lib qo'yildi. 98% odam obuna bo'lmasa ko'radi. Xo'p, Noob masani qamoqxonaga kirishni boshlayman va hozir ichiga kirib qochishni boshlayman. Tak. Xo'p. Endi biz Noob qamoqxonasiga kirib oldik. Qanaqa qochsak bo'ladi bu yoqdan? Tak. Aha. Yo'q, kanalizatsiyadan ilojisi yo'q. Tepadan ilojisi yo'q. Aha, bo'ldi. Polni taxtadan qilgan ekan. Shu uchun hozir men endi taxtadan sug'urib olib, taxtadan olib, men bundan kirka va yana uzun kerak narsalarni yasab olaman de. Tak. Hop. Bizda уже versak bor, почти. Va bo'ldi, mana bizani birinchi verstakimiz. Va bizda hozir bitta taxta va bir blok taxta va verstak de. Hop, hozir biz endi bu yoqdan bularni olsak, yana o'zimizga kerak narsalarni yasolamiz-da. Ya'ni nima yasamoqchiman men hozir? Narvon yasashim kerak, narvon. Понимаешь? Xullas, men narvon yasab olishim kerak. Shu uchun hozir biz bu yoqdan buni bu yoqqa и всё почти. Da bo'ldi, всё. И endi biz bu yoqdan tepaga qaziymiz. Yo'q, da bo'ldi. Tepaga o'zi qazilgan joy bor ekan. Okey, hozir endi biz narvon yasashimiz uchun taxta olamiz. De. Tak. Hop. Tak. Endi bularni olsak, hammasi chotki bo'ladi, ya'ni zo'r bo'ladi. Va bo'ldi. Diqqat do'stlar, bizda juda ham katta muammo bor. Biz naqd 98% odam obuna bo'lmay kuzlar ekan. Bu juda ham katta muammo bolalar. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Sizning bitta obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin Telegram kanalida konkurs ketmoqda. Bu konkursga qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimiz mana ekranda. Ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizga konkurs omad va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu foizlarni tezroq kamaytirish kerak. Tak. Hani bu yoqdan lestnitsa bo'ldi, palkadan qilinardi, lestnitsa de bo'ldi, tushdi. Lestnitsa palkalardan qilinardi, ya'ni cho'plardan. De. Hop, endi biz hozir tepaga bundoq ochgan joyimizdan chiqib olamiz. Qo'yib bo'lmayapti-yu bu yoqga cho'ti. Okey, hozir menimcha pastga tushib turib qo'yish kerak, ilisha bilmadim. Tak. Noto'g'ri qo'yardim. Tak. Va bo'ldi, bo'ldi. Hani voy, bo'lmayotganda buni pastga qo'yish kerak. Menda zo'r ideya bor. Tak. Qanaqa ideya desanglar, hozir ko'rsataman sizlarga. Buni bu yoqqa qo'yib turamiz-da va tepaga chiqib olamiz. Bu yoqqa endi buni olib turamiz-da bu yoqdan. Oldik. Endi hop bo'ldi.
Mana bola biza Nub qamoqxonasidan osonlikcha chiqib ketdik. Men bu qamoqxonaga 10 dan to'g'ri beraman. Tak, Nub masan qamoqxonadan chiqib ketib bo'ldim. Va mana narsalaring o'zingga buyursin, jigar. Tak. Endi biza mana men qolib bilmayman yetashosan. Tak. Pro masana qamoqxonaga yetib keldi. Men senikidan qochishimga to'g'ri keladi. Va qarshimiz bilan uncha qiziq narsa yo'qdi. Kravat va bol. Rakvina borgan. Qo'l yuvishimiz uchun va unitaz bo'ldi. Shulardan iborat ekan bunaqa qamoqxonasi. Tak. Aha, bo'ldi. Ani bo'ldi. Tak. Endi qo'lni yuvamiz. Normalda. Tak. Endi bu yoqdan bizni stop. Unitaz deydi. Nima qilyapti? Bro buni ana. Tak. Endi bu yoqdan biza nima qilamiz, aytaymi? Hozir bilib olasizlar. Undan oldin nima bu daraxt? Yo'q daraxt. Yo'q bo'ldi. Prona bekitgan joylardan topib oldik va tepaga qazsam, tepaga qazimay qo'ya qolaman, mayli. Tepadan daraxt chiqib qolsa nima qilaman? Yaxshisi hozir mana cho'tki ideya bor. Bu yoqdan pastga tushamiz va bu yoqdan yana qaziymiz va bu yoqdan yana pastga qaziymiz va bu yoqdan hozir endi bu yoqdan tak, bu yoqda уже biz hakkerga o'tib menimcha. Mana endi уже hakkerga o'tib ketdimiz adashib. Tak. Hozir biz endi bu yoqdan mana bu yoqdan o'zimizni o'tmoqchi bo'lgan joyimizga ketib olishimiz kerak. Da bo'ldi почти yerlar ko'rinyapti va bo'ldi menimcha. Yana uzoq qazimizmi shekin. Bo'ldi ana. Tak. Lekin nima suv chiqdi? Mayli. Pastga tushirdi bizani. Creeper. Creeper suvni portlash nima qilmaydi, bu yo'lga ta'sir qilmaydi. O'lib ketdimi? Mayli, hozir men Pro-nikida tug'ildim va qaytib o'sha joyga tushib olamiz. Bo'ldi, все, bu yoqdan. Tak, tayyor turishimiz kerak, prям. Bo'ldi. Хорош. Va bo'ldi. Pro-nikidan chiqib olib, Pro-niki lekin undan oldi. Gap yo'q, Pro, sen juda ham zo'r qamoqxona quribsan, menga yoqdi. Mana sen bu narsa sening qamoqxonangdan chiqdi. Ya'ni sen qamoqxonangga tegishli. Shunaqa. Va mamni ham olib qo'y. Все, da bo'ldi. Sen kattakon rahmat Probek. Tak, hakerman, sen qamoqxonangga yetib keldim, bro. Yaxshimisan hozir? Yaxshi, rahmat, zindachi. Bo'ladi, sekin yurimiz. Men sen qamoqxonangga kirishimdan oldin sabah qamoqxonada o'tirmaysan. Bo'ldi, bu nima da'vatda? Ba'zan qamoqxonadan izi o'tibman, qarab tur. Bo'ldi. Ertalab bo'lib qoldimi? Ham Minecraft ham qotib qoldi mana. Kim qildi? Hacker sen qildingmi? Men qildim. Tak, bu yoqda kanalizatsiya oqimi, ya'ni kanalizatsiya ketadigan joy, okey. Va bu yoqda nima? Vashi chun bo'lmayapti. Bu yoqdan havo kirib turadi demak, yoki bu yoqdan qochsam bo'ladi demak. Narsa qilish kerak. Gap so'z bo'lishni qilmasligini. Tak. O'tirib
Mazza qilib anaqa qilsa bo'larkan. Takoylohki. Qarayli. Mazza qilib mana shunaqalarga yoki mana bunaqalarga yo'kidi. Bunaqalarga yo'kidi. Yo'kidi. Stop. Sizlar ochildi-ku. Buni kodi nima ekan? Yo, ana tak. Hacker kodini aytasanmi? O'zing top. Okey. Tak. Hackerlar qanaqa parol qo'yadi? 1 2 3 4. Yo, hackerlar lo'q emas. Ular qiyin parol qo'yish kerak. Ya'ni har doim qiyin parol qo'yadi ular. Yo bo'lmayapti, yo yana bo'lmayapti va yana bo'lmayapti. Yana bo'lmayapti va yana bo'lmadi. Tak. Yana bo'lmayapti. Endi bu qanaqa parol qo'ydik? Mana oldim. Yo'q. Na qirib. Oh my god. Yo bola, bizi parol topdi bo'ldi. Bola baqir chaqir qo'rmaydi. Sep, 321. Yo, bu yoqdan qanaqa karta chiqarib berdi bizga. Bu karta tak, buni olib qo'ysak menimcha bo'ldi. Da? Ключ karta уровня 1. Tushunganda menimcha. Tak. Mashti qo'yish kerak menimcha qani. Yo, nima bo'lyapti? Bu bilan hozir biz svязь o'rnatamiz, aloqa o'rnatamiz. O'rtada qarab turinglar bolalar. Mana hozir biz what? Tak, qaranglar, hozir biz bu bilan svязь o'rnatamiz. Mana buni bu yerga qo'ysa, bo'ldi. Tak, endi ochilishi kerak men o'ylashim bo'yicha. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ana gap so'z yo'q. Mana qutam qoldi. Xullas, mana shu ochsak bo'lar ekan. Qochayotganimizda demoqchi edim. Yana sandiqmi? Yana kodli sandiq. Gap so'z yo'q. Tak. 23 o'ntor. Olsan topdi shomiz-yu. Kirkali joy yo'q ekan. Kirka kerak bo'lib qoladi deb qo'ygan bizga kerak. Okey, yaxshi qildi bir tarafdan. Tak. Tak, chiqib olamiz. Yo, tak. Почти emas. Va bo'ldi menimcha. Qani? So. Hozir hakerga men bilan beraveramiz. Tak, haker emas, qamoqxonaga qochib bo'linma. Ifsama, o'sha. Lekin men hayron qolasan, sen hayron qolasan har doim. Tak. Men buni ishlarasini qaramaydi. Bola video shu joyigacha ko'rganingiz uchun barchalarga katta rahmat. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha bay bay. Sog' salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.